Yashamoq. Xitoy yozuvchisi Yu Xua qalamiga mansub chuqur ma'naviy va falsafiy roman bo'lib, insonning azob-uqubatlariga qaramay hayotni sevishi va yashash uchun kurashishini tasvirlaydi. Asar markazida Fugui ismli oddiy dehqon turadi. U ilgari boy va beparvo hayot kechirgan bo'lsa-da, qimorbozlik, urush va tarixiy sinovlar tufayli hamma narsasidan ajralib qoladi. Oilasi, farzandlari, boyligi, ammo u baribir hayotdan voz kechmaydi. Har qanday og'irliklariga qaramay yashashni davom ettiradi. Roman Xitoyning murakkab tarixiy davrlarini, fuqarolar urushi, madaniy inqilob kabi ijtimoiy silkinishlarni fon sifatida tasvirlab, bir insonning hayoti orqali millionlab odamlarning taqdirini ko'rsatib beradi. Yashash – bu og'riqli, ammo muqaddas bir bardavomlik. Bu jumla asarning ruhini ifodalaydi. Fugui hayoti davomida deyarli hamma azobdan o'tadi, lekin u hech qachon yashashdan voz kechmaydi. Yolg'izlik mening eng sadoqatli do'stimga aylandi. Bu jumla Fugui atrofidagilarning barchasidan ayrilgach, hayotda yolg'iz qolganini his qiladi. Ammo shu holatda ham yashashda davom etadi. Har qanday yo'qotish, og'riq, qashshoqlik hayotning bir qismidir va inson bularni boshidan o'tkaza turib ham yashashga majbur. Bosh qahramon Fugui timsoli millionlab insonlarning timsoli bo'lib gavdalantirilgan. U yutqazadi, yiqiladi, azoblanadi, ammo oxir-oqibat hayotda qoladi. Bu kuchli umid va sabrni ifodalaydi. Asarni tahlil qiladigan bo'lsak, yozuvchi Yu Xua asar orqali 20-asr Xitoyining notinch davrlarini, kambag'allik, urush, siyosiy barqarorlikni oddiy inson ko'zi bilan ko'rsatgan. Asarning asosiy g'oyasi bu yashash. Yashash bu kurash. Yu Xuaning Yashamoq kitobini sizlarga o'qishni tavsiya qilgan bo'lardim.